to'xtagan joyimizdan yana davom ettiramiz. Avtobusimiz harakatlanishni boshladi. Avtostansiyani bir aylanib katta yo'lga chiqadi. Ve bu tomonda hoji onamiz meni deyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qanday bolalarim, qizlarim, o'g'illarim, nevaralarim yaxshi o'tiribsizlar. Sizlarga ham shu yerlarga kelib ketishning nasib qilsin. Namozlaringga duo qilib turgan bolalaringga. Mana avtostansiyani aylandik. Qator avtobus. Hammasi vodiylar aytganday bekarga, ya'ni tekin olib boradi, olib keladi. Shu umrachilarning xizmatini qiluvchi avtobuslar. Mana yo'laklardan chiqib kelamiz. Mana chiqib kelishyapti. Shu borib avtobuslarga borib o'tirishadi. Toki mehmonxonagacha tushliklarni qilishib, Xudo xolasa yana asr namozini o'qishlikka Makkaga qarab yo'l olishadi. Bizniki ham xuddi shunday. Tushlikni qilib, qaytib kelib asrga borib, asr o'qiymiz Makkaga borib. Avtobus katta yo'lga chiqmoqchi. Xo'p, mana yo'lga chiqdik, katta yo'lga. Yuramiz. Mana 100 metr mana sariq avtobus qaytib oldi. O'shadan qaytib olamiz. Orqa tomonga qaytaryapmiz. Biz harakatlangan joy mana shu yer edi. Mana shu ko'k avtobusni oldi. Endi bundan buyog'iga peshqadam yuradigan yo'limiz. Mana hali avtostansiya tugamasdan, tugagan yo'q hali. Mana avtobusda turgan joyi oxirigacha tugamasdan mana o'ngga kirib ketyapmiz. O'ngga kirdik. Bu yerda ham yursak 100 metrda yuradi, 100-150 metr. Bo'ldi, mana keldik mehmonxonaga. Biz ham kunda issiqligiga erinchoqlik qilib avtobusda salqin chiqib o'tirib oldik-da, avtobusga kelaylik deb. Bo'lmasam bir qadam joy kerak bo'lardi. Bismillah. Mana shu mehmonxonadamiz. Şuraya kirib abed qilamiz. Assalomu alaykum. Bizim osh ekamiz. Menga qo'limga ber opa. Bor o'tiravering. Ha, men jo'tayapti qo'limga. Bismillah. 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 Şöyle joylashamiz. Shuni qilamizda yana boramiz. E'tiborlaringizga rahmat.